Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga YouTube kanal ochishni o'rgataman. Uning uchun bizga Play Market kerak bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Olov belgisini kommentariyada qoldirasizlar, yoqlaringlarga ulashib qo'yinglar. Biz videoni boshladik. Play Marketga kiramiz. Play Marketdan YouTube Studio yozamiz. YouTube Studio yozamiz. Manda YouTube Studio o'rnatilgan, mana bunaqa ilova bu. Mana o'rnatib bo'lganingizdan keyin YouTube Studioga kirasizlar-da. Akkauntinglarni yaxshilab mana shunaqa to'g'rilab olasizlar. To'g'rilab keyin qanaqadir video qo'ymoqchi bo'lsanglar, shu plus belgisini qo'yasizlar. Plus belgisini qo'yasizlar va mana o'sha galeriyalardagi narsalar turadi. O'shalarni on qilasizlar, ozgina aylanadi. Bo'lgandan keyin sirazi qo'yib yuborasizlar. Va YouTubedan o'zingizlar qidirsanglar boshqasida chiqadi. Boshqa telefondan ham chiqadi. Hech xavotir olmasanglar ham bo'laveradi. Videoga like bosib qo'yinglar. Noldan boshqalarga ham jo'natib qo'yaveringlar.